ahli bayt qarang. Xo'p, ketdik. Xo'p, qani biz ham yaxshi ko'ramiz ahli baytni. Ali roziyallohu anhu, Husayn, Hasan Husayn roziyallohu anhu. Ya'ni qayerda biz bo'lishni boshlaymiz? Ya'ni siz nima? Xo'p, bundan keyin nima kelib chiqadi? Xo'p, ahli bayt deyapsiz. Xo'p, biz ham yaxshi ko'ramiz ahli baytni. Ya'ni qayerda biz anaqa ajralamiz? Farqimiz qayerda sizlar bilan bizdan demoqchiman. Savol beryapsiz hozir. Ha, qarang, biz ham yaxshi ko'ramiz. Xo'p, biz ham yaxshi ko'ramiz ahli baytni. Muammo nimada demoqchiman. Yo'q, muammo, ya'ni ahli sunna va shiyaning o'rtasida qanday farq bor desangiz agar, men xohlasangiz qisqacha javob beraman. Xo'p, javob bering-chi, ya'ni xo'p. Ya'ni ahli sunna va shiyalarning o'rtasida, ya'ni Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi va sallam vafotlaridan keyin ansorlar va muhojirlar Abu Bakr va Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tanlashdi, ya'ni tashrifiy iroda. Ya'ni tashrifiy iroda degani, ya'ni odamlar tanladi. Biz aytamizki, yo'q, shiyalar aytishadiki, yo'q, bu yerda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam Allohning rasuli va Allohning o'zi takviniy iroda bilan, ya'ni takviniy iroda bilan Ali Mavla Amir al-Mu'minin alayhisalomni man kuntu mavlo va hoza aliyan mavlo deb tayinlab ketdilar. Men kimga rahbar bo'lsam, mendan keyin mo'minlarning amri Alidir dedilar. Ming afsus bo'lsinki, payg'ambarimiz vafotlaridan keyin ansorlar va muhojirlar Abu Bakr Siddiq va mudrijlar, ya'ni hikmatli, ya'ni ibratli inson bo'lgani uchun, yoshlari katta bo'lgani uchun Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ansorlar va muhojirlar tanlashdi. Shuning uchun bizning farqimiz shu yerda bo'ldi. Qarang, o'rtamizda bo'ldi. Ali tarafda bo'ldi, Ahlul Bayt tarafda bo'ldi, Ahli sunna esa sahobalar tarafda bo'ldi. Zo'r, hozir hop ketdik. Endi qarang. Hop, Abu Bakr roziyallohu anhu yomon odam bo'lganmi? Shunaqa Ali roziyallohu anhu tanlanganini bilib turib, "Ke, o'zim o'tirib olay" deb o'zi o'tirib olganmi shunda? Yo'q, men bu gapni aytganim emaski. Men aytayapmanki, ansorlar va muhojirlar. Yo'q, gapingizdan shu xulosa chiqyapti hozir demoqchiman. Qarang, Alloh taolo tanlagan bo'lsa Ali roziyallohu anhu, Abu Bakr, ya'ni Abu Bakr Rasululloh bir yurgan sohibi bo'lsa, Ali roziyallohu anhu tanlanganini bilib turib, "Yo'q, ke, men o'tiraman, u tanlanganini qo'ymaymiz, men o'tiraman." Ya'ni gapingizdan shu xulosa chiqyapti demoqchiman. Siz hozir Abu Bakrni Umar aylanib o'ta olmaysiz-da hozir. Siz ularga uzr berib ketishingiz kerak yoki tushuntirishingiz kerak. Nimaga ular bu ish qilmagan? Siz bilgan narsa ular bilmaganmi? Juda chiroyli savol. Bu savol, qarang, bayon qori aka. Siz aytyapsizki, agar Ali Mavla Amir al-Mu'minin alayhisalomni payg'ambarimiz, ya'ni rahbar mo'minlarning amri etib tayinlangan bo'lsa o'zidan keyin, demak Abu Bakr nima bilib to'xtab bu minbarga o'tirdimi demoqchisiz? Demoqchisiz. Yo'q, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bu ishni qilmadilar. Mazki yana bir marta takrorlayapman. Odamlar majburladi, ansorlar va muhojirlar Madinada, ansorlik madinaliklar, ya'ni ansorlar va muhojirlar siz bo'lishingiz kerak deb o'sha paytda ansorlardan bo'lgan odamlar o'zlarini tayinlamoqchi bo'lganda Umar ibn Xattob raziyallohu anhu aytdilarki, yo'q, bizlar muhojir bizlar dedilar. Shu paytda Umar ibn Xattob raziyallohu anhu Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhuni o'rtaga qo'ydilar. O'sha paytda Ali Mavla Amir al-Mu'minin raziyallohu anhu va Abbos raziyallohu anhular payg'ambarimizni vafoti bilan mashg'ul edilar. Bu tez va случайно bo'lib qoldi. Shu uchun Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhuni tanlash. Shunda Ali Mavla Amir alayhisalom Ali raziyallohu anhu aytdilarki, va Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhu aytdiki, qanaqa meni tanlashda Ali yo'q edi dedilar. Va Alini chaqiradilar, Ali raziyallohu anhuni chaqirdi va Ali raziyallohu anhuga aytadilarki, Ali raziyallohu anhu nimaga sizlar beman saylov bo'ldi deganda Umar ibn Xattob raziyallohu anhu aytadilarki, bu ansorlar o'zlaridan xalif tanlamoqchi bo'lganligi uchun men Abu Bakrni, ya'ni biz muhojirlar Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni tanladik. Bu tez va noxosdan bo'lib qoldi deganda, ya'ni Allohga hikoya, Allohning irodasiz Allohga qo'yib qo'ydilar Ali Mavla Amir. Allohning iznisiz ish bo'lmaydi deb Allohga qo'yib qo'ydilar. Xo'p, shunda ansor va naqalar muhojirlari anhu Alloh buyurgan odamlarga bilib turib ularga qarshi ketgan, to'g'rimi shunda? Unda roziyallohu anhu va radhiyallohu anhu degan ular nomi qayerda qoladi? Boshqa kelishalik oldin. Sahobalarimiz ham anaqa deb bilasizmi? Ya'ni rostdan anaqa samimiy, ya'ni nima? Alloh ulardan rozi bo'lgan, rahmonlardan rozi bo'lgan, to'g'rimi? Men Tavba surasiga iymon keltiraman. Tavba surasi 100-oyatda Alloh taolo aytadiki, ular mendan rozi bo'ldi, men ulardan rozi bo'ldim, ulardan anhorlar
va jannatlarni Alloh taolo sahobalarga va'da qildi. Men bu Xo'p, shunda sahobalar Allohga va uning rasuliga osiy bo'lishdimi shunda? Sizning gapingiz bo'yicha? yo'q. Qani siz aytyapsiz hozir qanaqa o'ziga qanaqa gapingiz bir-biriga qarshi keladi. Siz aytdingiz Alloh Allohni tanlab olgan, u bo'lishi kerak deyapsiz va bu yoqdan turib sahobalar uni tanlamadi deyapsiz. Keyin ikkinchi marta qarang. Rasulullohdan keyin odam bolasining eng afzal Abu Bakrligini bilasizmi yo bilmaysizmi? Bu ahli sunnat aqidasi bo'yicha shunday. Estağfirullah. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. Tavba surasiga keladi. Abu Bakr Alloh taolo o'zi faqatgina sohibi iz yaquli sohibihi deydi. Sahobaligida Alloh taolo o'zi tan oladi. Thaniyatnani ikki kishining ikkinchisi deydi. Abu Bakr roziyallohu anhu Alloh taolo o'zi Qur'on Karimda ikki kishining ikkinchisi deb tan oladi. Abu Bakrning afzalligini. Va boshqa juda ham bir necha hadisda keladi. Payg'ambarlardan keyin odam bolasining eng afzali, ya'ni eng afzali Abu Bakr deydi. Va u juda ham silsilaviy ravishda juda ham ko'p rivoyatlar bor va o'sha vafot etishdan oldin ham masjidga bilsangiz Rasulullohning uyi masjidga ulangan edi, eshigi. Aytardiki, masjidga ulangan har bitta eshikni yopib yuboringlar, faqat Abu Bakrniki mustasno deydi. Va boshqa rivoyatlarda Alloh taolo, ya'ni ham bitta odam xalili bo'ladi. Men o'zimga anaqani Abu Bakrni xalil qilmoqchi edim, lekin Alloh taolo meni xalil qildi deydi. Tushunarli? Ya'ni bir necha juda ham ko'p mutawatir ravishda hadislar rivoyat qilingan Abu Bakr afzaliga. Birorta odam unga shubha qilmagan. Shuni aytmoqchiman. Muammo chiqib ketdimi odamimiz? Muammo nimada bo'lyapti? Muammo biz qarang, Abu Bakrni Rasulullohdan keyin eng afzal odam deb bilamiz va shunga ko'ra tabiiy ravishda Umar ibn Hattob o'zi aytgan. Abu Bakr aytgan, o'zi aytgan. Umar ibn Hattob yoki Abu Ubayda qo'ldan ushlab turib, ikkalasidan bittasini tanlang deganda, Umar ibn Hattob aytganki, o'lsam o'laman, men Abu Bakr bor qavmga men amir bo'lmayman deydi. Tushunarli? Umar ibn Hattob aytadiki, men o'lganim yaxshi, Abu Bakr bor qavmga men amir bo'lganimdan ko'ra deydi. Nimaga? Chunki Abu Bakr afzalligini hamma bilgan, xuddi quyoshga aniq bo'lgan. Shuni aytmoqchiman bir odam, siz juda ham qanaqa buncha oyatlarni, hadislarni tashlab olib turib, avval yozuvni chiqarib qo'yapsiz tepaga. Nimaga kim aytdi? Men chiqarib qo'yapman. Hop ketdik shu Tavba surasidagi o'sha iz yaquli sohibihi la tahzan keyin Abu Bakr haqida, Abu Bakr ya'ni payg'ambarlardan keyin odam bolasining eng afzali Abu Bakrligiga va o'sha hamma eshiklarni yopib boring, o'rniga Abu Bakr, ya'ni keyin qarang. Rasululloh alayhisalom, yana sizga ikkinchi boshqa argument, Rasululloh alayhisalom hech qachon birovning orqasidan namoz o'qimagan. Faqatgina Abdurrahmon ibn Avfning orqasida to'liq bir rakat namoz o'qigan. Tabuk adashmasam g'azotdan qaytayotganda va Abu Bakrning orqasida o'qigan. Aytganki, hatto Umar ibn Hattob, Bilal roziyallohu anhu Umar ibn Hattobga sen o't imom bo'l deganda, Rasululloh hujra saodatda turib aytgan, "Ey Alloh va Rasuliga rozi bo'lmaydi, Abu Bakrga o'tkazinglar" degan. Bu bilan Rasululloh ishora qilgan, ya'ni Abu Bakr o'tsin degan, men bo'lmasam Abu Bakr imom bo'lsin degan. Abu Bakr imom bo'lgan. Qani ketdik. Nima qanaqa javob berasiz bunga? Yaxshi, men endi bilaman, bu sizni o'zingiz sahih kitoblaringizdan, ya'ni Kutubi Sitta, Sahih Buxoriy, sahih kitoblaringizda aytasiz. Avvalambor bizning o'zimizning shia kitoblarimiz bor. Akajon, sizga bitta savolim borda. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi va alihi vasallam o'zlaridan keyin xalifa, sizning aqidangiz bo'yicha o'zlaridan keyin xalifa tanlab xalifa bo'lishlik aytib ketganlar, nima biron qaysi insonni Ali bo'lish kerak yoki Abu Bakr Siddiq roziyallohu bo'lish kerak, Ali Mavlo Amir Mo'min alayhisalom yoki o'sha Umar ibn Hattob biron qaysini aytib tanlab ketganlarmi? Mana shu inson xalifa bo'ladi sizlarning aqidalaringiz bo'yicha. Yo'q, birortasi tayyor bo'lasan demagan, ishora qilgan. Ishora bilan ham o'z tushiradi-yu, o'zi Rasulullohni biriga yurgan, yonida yurganlar bilganki, tushunganki Abu Bakr bo'lishni xohlayapti degan. Aha, ya'ni siz sen bo'lasan demak. Samimiy javob beryapsiz. Ya'ni siz samimiy javob beryapsiz. Muqarriban qori akajon, siz aytyapsizki, payg'ambar o'zidan keyin xalif aniq, ya'ni aniq ochiq oydin xalif tanlab ketdi. Yo'q, sen bo'lasan deb aniq aytmagan. To'g'rimi? Shunday aytyapsiz. Sen bo'lasan deb aniq aytmagan, to'g'rimi? Bali, mashalloh. Bo'ldi, Mashalloh, Alloh subhanahu. Bo'ldi, hop, momo nimada? Yo, to'xtang. Qori akajon, sizga endi bitta qaranglar, Alloh bir aqlimizni ishlataylik. Nahotki payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam
oxirgi payg'ambar bo'lsalarda Hop. o'zlaridan keyin nahotki bir insonni yo'lboshchi yoki uni rahbar sifatida tayinlab ketmasalar, bu yerda aytyapman. qanaqa Ha. shuncha islomni Ish- qarang, mantiq qayerda qanday mantiq bo'ladi aka? Axir payg'ambarimiz oxirgi payg'ambar bo'lsa, undan keyin payg'ambar kelmasa, Hop, hop. o'sha Tavba Ashob surasida 1-oyatga asoslanib, ya'ni nabiylarning so'nggisi Rasululloh deyapti Alloh Hop, taolo. hop. Xo'sh, nabiylarning so'nggisi Rasululloh bo'ladigan bo'lsa, nahotki Rasululloh o'zidan keyin oxirgi payg'ambar bo'lib, bironta bir insonni rahbar yoki xalif tayinlab ketmagan bo'lsa, bu Allohning mantiqiga, Allohning islomiy shariatiga to'g'ri keladimi sizni muqarriba qori aka? qarang aytgan Umar Ajonov aytgan, o'zi aytgan, qarang. Agar Rasululloh alayhissalom tayinlab ketganda, unda ixtilof bo'lmas edi. Abu Bakr chiqib turib, Umarga saylanglar, Abu Bakrga saylanglar demardi. Umar ibn Hattob ham yo'q, seni saylaymiz demagan bo'lardi. Ixtilof umuman bo'lmasdi. Ikkinchidan, bu diniy, dunyoviy narsalar, qarang, bunga o'zi islom ummati o'zi shunaqa ham, ya'ni anaqa o'zini o'zi saylarlaydi, tushunyapsizmi? Demoqchiman. Ya'ni bu diniy narsa emas, diniy ko'rsatkich emas, bu shariat emas, bu tushunarli. Ya'ni bu o'zi saylab olishi uni katta ish emas. Misol uchun anaqa Mu'tazilda aytganki, hop, Mu'tazilga anaqa Zayd ibn Horisa amir bo'ladigan, agar u o'lsa, ismi nima edi? Ali roziyallohu akasi bor, ismi eslashib qoldi. Abdulloh ibn qisas Ali roziyallohu akasi bo'ladigan, u o'lsa Abdulloh ibn Ravoha bo'ladigan, u o'lsa o'zingiz saylab olasiz degan. Tushunarli? Ya'ni qo'shin jo'natayotganda o'zingiz saylab olasiz degan. O'shanga o'xshab qani, lekin ishora qilgan, qani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kasalligida Abu Bakr roziyallohu imom bo'lgan, unga buyurgan imom bo'lishdan degan, ya'ni ishora qilgan shu bo'lishligini, tushunarli? Lekin aniq ochiq oydin aytmagan, aytganda hech kim xilof qilmas. Aha, tushunarli. Muqarriba qori akajon, siz samimiy inson ekansiz, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bu hadis borki, ya'ni o'sha Sahih al-Buxoriyda yoki o'sha kutubi sitta kitoblarda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, mendan keyin payg'ambar bo'lsa edi, Umar ibn Hattob raziyallohu anhu bo'lar edi. Ya bu Umar ibn Hattob anaqaligi, anaqa fazilati, tushunarli? Hop, shu hadis bor. Hop. Agar shunday, bu ham ishorami? Muqarrib shuni savol beradi. Yo'q, qarang, o'zingiz hozir aytdingiz-ku, Azob surasida bor. Xotiman nabiyin deb kelgan, oxirgi payg'ambar bo'lganda deyapti, ya'ni tushunarli? Ya'ni shunaqa afzalki, o'sha darajaga yetib borganki, fazilat sifatida aytiladi. Bo'lmasa Abu Bakr undan afzalu. Ya'ni bu xalifa sifatida aytilmayapti, fazilat sifatida aytilyapti. Yo'q, u payg'ambar degan, u xalifa demagan. Agar mendan keyin nabiy bo'lganda, Umar bo'lardi degan. Tushunarli? Bo'ldi shu. Tushunarli. Yaxshi. Qarang, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam o'zlaridan keyin o'sha qori akajon o'zlaridan keyin hech kimni tayinlab ketmagan bo'lsalar, nima uchun Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhu payg'ambarimizni sunnatlariga nima qarshi chiqdilar, nima uchun o'zlaridan keyin Umar ibn Hattob raziyallohu anhuni tayinladilar? Payg'ambarimizning sunnatlari, payg'ambarimiz o'zlaridan keyin hech kimni tayinlamadilar-ku, nima uchun Abu Bakr Siddiq o'zlaridan keyin biz dinda bitta rivoyat olmaymiz, butun boshli Qur'onni boshdan oxiriga o'qib chiqishlik kerak. Rasululloh alayhisalom butun hayotini boshdan oxiriga ko'rib chiqishlik kerak. Kimga qanaqa muomala qilganini qarashlik kerak. Agar biz yurib oladigan bo'lsak, Zubayr ibn Avvom ham xalifaga loyiq. Nimaga? Har bir payg'ambarning havoriysi bo'lgan, Zubayr mening havoriyimdir degan. Siz bu gapingizni aytishingiz mumkinki, nimaga Zubayr bo'lmadi deyishingiz mumkin. Yoki Talxonni aytganki, Talxa meni jannatiga qo'shdim degan. Siz boshqa odam menga aytadi, "Yo'q, Talxa bo'lishi kerak" deydi, tushunarli? Birorta misolchi yoki Amr ibn As keladi. Amr ibn As aytganki, Rasulullohga eng suyukli men bo'lsam kerak degan. Boshqa odam kelib aytadiki, "Yo'q, Amr ibn As bo'lishi kerak" deydi. Yoki boshqa odam kelib, "Bilal roziyallohu bo'lishi kerak" deydi, tushunarli? Biz qara bitta hadisdan oladigan bo'lsak, siz aytganingiz to'g'ri bo'lib qoladi. Yo'q, biz hamma hadisga qarashimiz kerak-da. Rasululloh alayhisalom hammaga qanaqa rivoyat qilgan, qanaqa gaplashgan, kimni qanaqa nimaga tayyorlangan, o'shanda biz bilamizki, Abu Bakr roziyallohu anhu eng afzalligini bilamiz, tushunarli? Ishora qilishlikdan, hamma eshiklarni yopinglar degan. Tushundingizmi? Tushundim. Akajonim, qori akajonim, o'ylay sizga qarangda, biz payg'ambarimizning sunnatlariga ergashishimiz kerak. Haqiqiy ahli sunnat bo'lish uchun payg'ambarimizning sunnatlariga. Agar biz sahobalar, Alloh o'sha sahobalardan rozi bo'lgan bo'lsa, sahobalar ham ular Allohdan rozi bo'lgan bo'lsa, albatta sahobalar payg'ambarimizning sunnatidan ketadi. Shunga saglasizmisiz, rozimisiz? Shunaqada, siz unaqa emas deyapsiz, qarang, siz aytyapsizki, siz unaqa emas deyapsiz.
qarang, qora akajon, nima uchun bo'lmasa Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, ya'ni jonishin bo'lgan o'zlarini, ya'ni Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni o'z o'rinlariga tayinlab ketdi. Bu qani payg'ambarimiz agar nima uchun aytmadilar Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, payg'ambar qanday o'zlaridan keyin xalifa tanlamadi, men ham odamlarga havola qilaman yoki unaqaga qo'yaman deb Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni qo'yib ketdilar o'yinlarga. Bu payg'ambarimiz sunnatlariga qarshi emasmi, akajon? Qarang, Rasululloh alayhissalom xalifa qo'yib ketmaganligi bu ayni sunnat shunaqa qilishi kerak hamma degani emas shularga. Bo'lmasa qarang, siz Muaviya roziyallohu anhuni ham siz anaqa sahoba deb bilasizmi? Ya'ni anaqami? Ya'ni siz nazdingizda anaqa sahobami ham roziyallohu anhu va raziyallohu anhu? Albatta, payg'ambarimizni. Xo'p, u nimaga o'g'li Yazidni shoh qilib ketadi? Qattiq tayyorlab kerak bo'lsa, bayat olib beradi, tushunasizmi? Undan battar qilgan u Muaviya roziyallohu anhu. Nimaga siz uni yomon deyapsiz unda? Muaviya roziyallohu anhu siz yomon deysizmi unda? Yo, hozir biz qarang, yo fikr qarang, mantiqqa qo'yadigan bo'lsak, siz aytyapsizki, sahobalar hammasi yaxshi deyapsiz. Hozir biz birinchi sahoba qarangda, ya'ni o'sha daraxtni tagida bayat bergan insonlar haqida gap ketyapti-da. Ya'ni o'sha Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu payg'ambarimiz yonlarida o'tirgan o'sha g'ordan ham bo'lganman ham deb aytdingiz. Ya'ni la ta'sum ma'zum bo'lmadi dedingiz. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu payg'ambarimizni haqiqiy nima deysiz, ham qaynotasi, ham do'sti, ham agar haqiqiy payg'ambarimizni qaynotalari ham do'stlari bo'layotgan bo'lsa, payg'ambarimiz aytgandek ishni qilmaslari kerak edi. O'zlaridan keyin aytishlari kerak edi. Men vafotimdan keyin payg'ambar qanday qilgan bo'lsa, shunday xalifani odamlar tanlasin, men hech kimni tanlamayman deb aytib ketsalar bo'lar edi-ku. Nima uchun Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni o'zlarining o'rniga tayinlab ketdilar? Qarang. Sunnatga qarshi-ku bu. Qarang. Xo'p, bu sal teparoqdan boshlaymiz aka. Hadis bilan sunnat farqiga borasiz. Hadis nima, sunnat nima? Ha, boraman. Hadis nima? Ketdik. Ha, hadis nima? Ketdik. Olsin narsa. Hadis. Olsin narsa. Ya'ni hadis bu payg'ambar. Hadis bu payg'ambarimizning so'zlari, ya'ni birinchisi so'zlar, xo'p, qavli, ikkinchisi. Ikkinchisi, ya'ni sunnat nima? Yo'q, hadis nima? Yo'q, hadis nima deb, hadis o'zi ichiga 6 narsani o'z ichiga oladi. Men uncha bunaqa ilmim yo'q, ya'ni sizni ilmingizdek, men sizni hurmat qilib ilmingiz bor. Men hadisni, ya'ni sunnatni, hadisni qisqacha va lo'nda tushuntirib berishim mumkin. Qanaqa tushuntirib? Payg'ambarimiz, ya'ni hadis bu payg'ambarimizning so'zlari, sunnat bu payg'ambarimizning xatti harakatlari, qilgan ishlari, salom berishlari, o'tirishlari, turishlari va sahobalarga qanday namoz o'rgatishlari, qanday necha rakat namoz, masalan Qur'onda namoz rakatlari yo'q. O'sha rakatlarni o'rgatish bu payg'ambarimizning hammasi, o'sha dasturxon boshida qanday yeyishlik, hammasi bu xarakteri, yurish turish xarakteri bu payg'ambarimizning sunnatlari hisoblanadi. Yo'qsa ozgina tushuncha berib ketaman. Sal to'g'rilaydigan joylar bor. Bu yerda 31 ta odam bor ekan. Sal mavzudan qochish bo'ladi. 3 minutcha vaqt berasizlar, men tushuntirib qo'yaman. Boshqalarga ma'lum ilm bo'lib qolsin. Hop ketdik mana. Hadis nima? Hadis so'zi hadasa fe'ldan olingan bo'lib, bu xabar degani. Alloh taolo Qur'on karim aytganki, astagfirullah. Hal atak hadisu Musa deydi. Musoning xabari kelmadimi degani. Ya'ni hadis degani Rasululloh alayhisalomdan vorid bo'lgan 6 ta narsa hadis deyiladi. Birinchisi Rasululloh aytgan har qanday gaplar hadis. Ikkinchisi Rasululloh alayhisalom qilgan har qanday ishlar hadis, ya'ni fe'li deyiladi. Uchinchisi Rasululloh alayhisalom ko'rib turib sukut qilsa taqrir deyiladi bu narsa. Rozilik alomati, bu ham hadis bo'ladi. To'rtinchisi Rasululloh alayhisalomning tashqi ko'rinishlari hammasi hadis, sochlari, yurishlari, ko'z, qoshlari, hamma joyi. Beshinchisi Rasululloh alayhisalom ichki sifatlari, ya'ni saxiyligi, jasurligi, qo'rqmasligi, shijoati, kuchliligi, shular hammasi bu ham hadis. Oltinchisi hayot yo'li. Rasululloh alayhisalom qachon tug'ildi, qayerga bordi, qachon hijrat qildi, nechta jangga qatnashdi, shular hammasi, shu 6 narsa hammasi hadis deyiladi. Endi qarang, sunnat unda nima desa, Rasululloh alayhisalomdan o'sha hammasi hadis, lekin ularning ichidan biz ergashishimiz kerak bo'lgan narsa sunnat deyiladi. Misol uchun Rasululloh alayhisalomning 9 ayoli bo'lgan. Bu hadis bir vaqtning o'zida. Lekin bu sunnat emas. Nimaga? Biz ergashimiz unga. Biz 4 dan oshiq uylashik harom bizga. Bu hadis 9 ayol uylangan, lekin sunnat emas. Boshqa misol, Rasululloh alayhisalom 25 yoshida 40 yoshli Xadija onamizga uylangan. Bu hadis. Rasululloh alayhisalom shunaqa qilgan hayotida. Lekin bu sunnat emas. Ya'ni biz 25 yoshli odamga sen 40 yoshli ayolga uylanishing sunnat demaymiz biz. Tushunarli? Bu hadis, lekin sunnat emas. Endi boshqa narsa. Rasululloh alayhisalom aytganki, mendan keyin sodiq xulafoy roshidlarga ergashinglar degan.
Shuning uchun biz Xulofay Roshidning aytgan ishlar sunnat bo'ladi, qilgan ishlar, lekin u hadis bo'lmaydi. Misol uchun nima? Misol uchun taroveh namozi. Umar ibn Xattob taroveh namozini 20 rakat qilgan. Biz shunga ergashamiz. Biz buni sunnat deymiz. Nimaga? Chunki Rasululloh alayhi vasallam aytgan qil deb. Lekin Rasululloh o'zi qilmagan. Shunga bu hadis emas. Farqi shunda. Endi savolingizga qaytamiz. Siz aytdingizki, Rasululloh qilmadi, shunga sunnat deyapsiz. Yo'q, qilmaganligi bu hadis, lekin sunnat emas. Nimaga? Rasululloh alayhi vasallam nimaiki qilsa, qilmasa hammasi sunnat bo'lavermaydi. Hadis bo'ladi, lekin sunnat bo'lmaydi. Tushunarli? Ya'ni nimaga unda Umar ibn Xattob tayinlab ketmagan? Umar ibn Xattob aytganki, "Xo'p, men vafot etsam, 6 kishini tayinlagan, o'g'lim bo'lmaydi" degan. O'sha Sa'd ibn Abi Waqqos, Said ibn Zayd va o'sha Abdurrahman ibn Avf, o'sha Zubayr ibn Avvom, Talha ibn Ubaydulloh, Usmon ibn Affon, o'sha va Ali roziyallohu anhu tayinlagan aytgan. Ichingizdan bittangiz bo'lasizlar degan. O'zi tayinlab ketmagan Umar ibn Xattob. Nimaga Abu Bakr tayinlab ketyapti? Nimaga Umar ibn Xattob tayinlab ketmayapti? Tushunarli? Bu o'ziga qarab demoqchiman. O'zi shu savolingizga Abu Bakrning o'zi javob bergan. Bir sahoba kelib aytadiki, ey Abu Bakr, Allohdan qo'rq. Nimaga sen Umar ibn Xattobni xalifa qilib tayinlayapsan? Alloh sendan so'rasa, Umar ibn Xattob nimaga bu qattiqroq bo'lganda Umar ibn Xattob nimaga sen buni xalifa qilib tayinlading desa, nima deb javob berasan deganda, Abu Bakr zo'r javob bergan, roziyallohu anhu. Aytganki, yotgan bo'lgan, meni o'tkazib qo'ydilar degan. O'tkazib qo'yishgan. Bismillah, alhamdulillah va sallallohu alayhi deb aytadiki, eshitinglar. Agar Alloh mendan so'rasa, nimaga Umar ibn Xattobni tayinlading desa, men aytamanki, ularning ichidagi eng afzali nimaga xalifa qildim deb javob beraman dedi. Tushunarli? Abu Bakr roziyallohu anhu o'ziga shu savol berishganda shunaqa javob bergan. Nimaga sen Umarni qilib ketding deb so'raganda, aytganki, "Hey, ularning ichidagi eng yaxshisi nimaga xalifa qilib ketdim" degan. Tushunarli? Ya'ni bu bilsak Abu Bakr ko'p duo qilgan, ko'p qiladigan duo, eng ko'p qiladigan duolardan biri, Allohim eng yaxshi amalimni oxirgi amalim qilgan, eng yaxshi kunimni oxirgi kunim qilgan deganlar. Shunga o'xshab, Abu Bakrning hayotida qilgan eng yaxshi amallardan biri bu Umar roziyallohu anhuni xalifa qilib ketganligi. Tushunarli? Abu Bakr roziyallohu anhu umri davomida qilgan eng yaxshi amallardan bittasi Umar ibn Xattobni xalifa qilib ketganligi. Deymiz biz. Shu aytmoqchi edim, ya'ni hadis bilan sunnat farqiga bora olsak, biz shunda Rasululloh alayhi vasallamning hayotini teran o'rganishni boshlaymiz. Tushunarli? Tushunarli bo'ldi? Alo. Foydali ma'lumot bo'ldi. Birodarimiz qani, birodarimiz? Men ya'ni davom eting, birodarim zo'r ketadi. Alo, davom eting. Ha, rahmat, hammaga rahmat. Ko'p gapirdim. Yo'q, mashallah, juda chiroyli gapirdingiz. Qarangda, Muqarrabin aka, siz aytdingizki, ya'ni hamma unaqa sunnatni tushuntirib berdingiz, hadisni tushuntirib berdingiz. Ammo sahoba o'sha Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytganlarki, men eng zo'r insonni, ichingizda eng yaxshingizni tayinlang. Eng o'sha farruh, ya'ni haq va botilni ajratuvchi insonni o'zimdan keyin tayinlab ketyapman deb aytgan ekanlar. Yaxshi. Ammo o'sha hadisga amal qilgan holatda to'g'ri, endi payg'ambarimiz aytganlar o'sha farruh, ya'ni haq botil, yaxshi bu masalada kelishdik.